qo'ydi zo'r edi. Bitta boqing, maza qilib boqing. Sizga qaraganda, qo'ni qo'shningizdan biri havaslari kelib ketsin. Bu qo'y boqyaptimi, novvos boqyaptimi deb olsa. Qo'chqorda akalar uzoqdan biri yemini yeb turgan, yirik, chista 100% uzoqdan kelmagan bu sheyni qo'yi bu. Sheyni qo'yi? Ha, sekira gapirib, bir eshitib qo'ymasa. O'zimni qo'yim bu, uka. O'zingizni? Ha, o'zim boqib turganman. Odamlar qo'y boqmaydi, bitta ikkitasi yozibdi. Ana. Buni uyimda boqib turganman, uka. Dehqonchilik. Dehqonchilik qo'yim. O'ylab o'tirmasin. 7 million, 8 million qo'yimiz yo'lida qo'yib, 20 ta qo'yim bor. Barakasini bersa, aka ishonarli joydan so'ragan aka-ukalarim uchun. Chista 100% ishonarli variantlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardor Bog'ur kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari mana shunday yirik qo'chqor ishqibozlari. Mana qo'chqorni qarang aka. Akalar bugun hafta kuniga Sayduloyom. Hop, juma, hammangizga juma kuningiz fayz barakotli bo'lsin deya biz videolarimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i, Yo'lbo'yi mahallasi, Uydiyondan, Qoraniyondan asfalt ko'rinib turadigan qo'y ferma. Ya'ni Abdullajon akamiz qo'y fermalarida. Aka, assalomu alaykum. Yana bir bor tuzumisiz, kayfiyatlar. Xudo xolasa aka King-Kong bo'lib ketgan variantlar. Haqiqiy ayiq. Grizli variantlar. Dumbani qarang, uni dumbani qarang aka. Mana sizga yog'i ham bor, go'shi ham bor. Xudo xolasa har tomoniga aka o'ylanadigan variantlar. Birorta bir chakanasi yo'q. So'ysa ham tura, mana qo'y. Hech kilo. Yo'g'i ham 45 kilo, 50 kilo. Yo'g'i. Mana Hali qo'ziga hali. bebechak akalar hali bebechak. O'sib beradi. Mashallah. Mana qo'y. Xudo xolasa aka yo'g'i ham 45 kilo, 50 kilogram vaznda go'sht yog'ida pasovradi. Mana qarang. Afg'on ekan mana shu. Mana shu qo'y afg'on. Mashallah. O'zim Afg'on shubozib ekan. tashab berdim. Qulog'ini hali pasha ham chaqmagan ekan. Yo'q, mana. Mana qarang, pasha qaramagan ekan bu qo'y. Mashallah. Tullayapti jana. Tullayapti aka. Xudo xolasa O'mgani qara mana. inshaalloh akalar haqiqiy ishonarli joydan so'rashadi-da. Mana akalar o'zlari boqib licheynasi, hamma narsasi qilinganda tayyor. Emlash bo'lgan. O'zim emlab turgan mana. Gunga qarasa ham bo'laveradi, hididan bilsa ham bo'laveradi. Tayyor bor ya. Mana qo'zlar tullayapti. Hammasi ham akalar xudo xolasa. Go'shini ham ko'rsatib qo'y. Mashallah, Mashallah. Go'shini qara. Ajjonim, bu yasama to'shmas aka, u haqiqiy o'zini realni to'sha. Xo'p aka, bugunga nech bosh? Bu 20 ta o'zimni qo'yim. Hem yeb turgan. Lekin bor qo'y. Serob kechib Serob. O'ylab o'tirman. Uyimda, ha deng. Bu endi mana qo'y o'zim guruh ham qo'ygan mashhur qilaman. Yemini yeb turgandan. Yuvosh. Eng asosiysi bir yerda hamma yo'q bo'lgan bir qo'yra urushmaydi. Suzishib qolsa ham bekarga beraman. Ey, Taba. katta gap, voy, men ko'ryapsizmi, o'zingiz uverim bu gapiraveradi-da. Bu hech qanday akalar, mana bitta narsa, bitta mashinani salondan oldingiz, unga chexol-polak, rasxod, pasxodlardan bir $1000, $1,500 rasxod qilsangiz, mana bu qo'ylar o'sha rasxoddan chiqqan. Mana quloqlari ham butun. Qulog'i ham butun, qurbonlikka xotirjam aytaveradi. Inshaalloh aka, bu to'yga haydasangiz ham bo'laveradi oldini. O'ylab o'tirma. To'yga haydasangiz ham bo'laveradi. Xo'p, 20 ta pachkasini aka. Yeb ichani so'rashni hojati yo'q. O'zi boqib turgan bo'lsangiz, garantiyani berasiz, o'ylanmay. Xo'p, yosh oilalar aka 12 oylik atrofi. Bo'yasi 85, eng pastini go'sht yog'i ham o'zi 50 kilo, 45 kiloga aylanaveradi. Ruhliqqa qo'ysa ham bo'laveradi, sariq qo'zlar. Buni qo'zlar qarang. To'g'ri, aka, endi terib olinganda Birorta sopidim biz. o'zi boqayotgan inson, ya'ni to'g'risiga men o'zim shaxsiy boqqan tashlasam, bitta partiyalar ichidan teri tashlayman. Tashlagan mana. Birorta bir To'g'risi gapda. O'zi shunaqa taraf. Mana qo'ydi, uzunligini qarang, limuzin. Dumbasini o'zi 15 kilodan yukanman. Hali o'sadi bu. Mana aka, hammasi qo'zi, hali o'sadi, xudo xolasa. Numeradan bo'ladi. Ha, qo'ydi zo'r. Inshaalloh. Xo'p, aka, nima deymiz? Bo'ladi, narxi pul. Ha. 20 tasini olsa, xudo xolasa 5,5 dan emas, ha deng. Ha? 5 million 200 ming so'mdan yetib boradi. Yengil joyi. Go'sht yog'i hisoblasangiz ham to'g'ri kelaveradi. 6 million qo'ymay, yo'lida qo'y. Dehqonchilik. Lekin optimga. Optimga. Shunisini hisobi ham aytish kerak. Xudo xolasa bu bir varakaga bir tortaman degan odamga. 20 tasini olsa. Ha, unda juplab mana qo'ylar endi to'g'risiga to'y bo'yotibdi. Bu xuddi bitta bu inson shu to'yga haydasa
Hijolat qilmaydi, ha? Qo'zi. Mana gaz. Yo'q, hech qo'zi emasdir. Qo'zi mana. Yo, mashalloh. Mana aka. Mana sizga qo'zi hali. Qo'y ham o'zi ham chakan emas. Bu qo'yda aka tepasiga lakasini tashlaysiz. 20 Bir qator. Bu qarang, kim bo'lsa ham aka, qo'yni olmoqchimi, tepasiga lakasini tashlang. O chekkada turib olib, endi issiq sandalsak o'zi issiq tushdi. Hamma tashqariga chiqib olgan. Bu sandaldan tashqariga chiqib yozishni biladi-yu, lekin bunday tepasiga kelib bir qator qo'yni ko'ring. Agar puli arzimasa, qo'y joyida qolaveradi, hech kim majburlab sotilmaydi. Bekarga beraman qo'ydi. Ey! Ha, bekarga beraman kerak. Siz bekar demang, bir kun bekarga beraverasiz bitta ikkitasini. Beraveraman. O'ylab o'tirmang. Sezon boshlansa beriladi. Dehqonchilik aka, o'ylab o'tirmang. Xo'p aka, 20 tasini jazma olamansa qancha? 5 million 200 mingga yetib boradi. Bo'ladi qani? Ha, 100 mingni o'tib beradi. Ya, mayda shuda qilma. Dehqonchilik u. Ha, bor 200 mingni o'tib. Barakasini bersa. 5 millionga yetib boradi. 5 million so'mdan 20 tasi 5 milliondan. 5 milliondan 20 tasi. 5 milliondan emas, 49 ni yetkazib beraman deb. Hamma bir yerga. 20 tasini ya. Barakasini bersa. Akani o'lsunmaydi. Akani o'lsunmaydi. O 5 million, 2 million, 2 million pul topilaveradi. O'ylab o'tirma. 4 million 900 ming so'mdan bir joyga. Joyga savdo yetib. Dastlabkasi ichida aka. Mana imkon boricha pasayapti. Nimaga dehqonchilik? Mana qo'yda bozorga chiqsangiz 5 millionga bermaydi. Yo'q. Realni gapda. Tanlasa kelishyapti. Mana shu ushang, mana shu qo'yda aka. Mana shu qo'yda ikki o'rin uchun juplab ushang. Mana shu ikki o'rin uchun juplab ushang. Halol bo'lsa mana ulg'aygan kunda turibmiz. 10 ga bermaydi. Ikkovini 10 ga u berishi bilmam, siz ham bermasangiz kerak. Men ham bermayman buni. Yo, beraverasiz. Yo'q. Yo, realni gapda aka, bu chakana qo'yma. Bu qo'yda 50 kilo oshiq go'sht yog'ini o'zi bor. Xudo xolasa. Endi avval olmoqsiz. Tanlab olsangiz kelishlar, plus, minusi bor. Buni hammasi bir xil narx. 20 tani Boshqa deyilmaydi. 20 tasini olsangiz 49 dan yana yo'li bor. Aytyapman, tepasiga kelib ko'ring. Bu telefonda polda o'chiradigan qo'ymas. Xudo xolasa, tepasiga kelib ko'ring. Ishqivozi o'zi tepasiga kelib ko'rib oladi aka. To'g'risi gapda. Xudo xolasa tish yorishga endi kelgan. Bir 2 oyda oldi tish yorishni boshlaydi. Ketdi 3 oyda yorib bo'lsa kerak. Yana Alloh xudo biladi. Lekin qo'chqor kichkina qo'yma. Qo'ydi yirigi, haqiqiy qo'ydi zo'ri. Qo'ydi libo'jaga borib tekishga solishtirib, agar qo'y pas bo'lsa, uni damini bersin emas. O'sha qo'y bilan baslashmasa, qo'ydi joyida qolaversin. Qo'ydi olmasangiz ham agar yaxshisini terib tashlagan ekansan, Abdulla, mana tashlaganingga rahmat. Shuncha mehnat qilib qo'yibsan, qolganini men qilay deb, bitta barakani olib ketaver. Badani semizligini. Qo'ydi qarang, dumbalar yemay. Bo'laveradi hozir. Dumbani qarang. Dumba. Qo'ysa ham bo'laveradi. Xotirjam. Ehson marosimimiz haqiqatan. O'ylab o'tirmasin. Lekin haqiqiy qo'ydi zo'rini boqaman deydigan odamga akalar tavsiya qilaman. Shashiling. Quloqqa ayniqsa 100% esa yolg'on bo'ladi, lekin 50 yillik butun. 50 foizniki butun. Ha, ko'p. Mana mashlarga ham butun ekan. Sariqlarniki ham butun ekan. Mana qo'y tashlab, badani bitta ushab. Hammasi tulayapti. Mana qo'y. Junini oldirib yurmaysiz. Yo'q. Hammasi tulayapti. Bunga endi bitta aybi bor, ishlatoroq berilmagan. Yo'q. Bitta gap, ishlatoroq berilmagan. Shunday sotiladi. O inson bitta yaxshi baraka topaveradi. Shashiling, sizga masalan shashib. Bunaqa mana ham har doim chiqaversa ekan, ha bo'ldi har doim. O'zi mana aytayaptilar, boquvda qo'y. Endi sotyaptilar. Bu bunaqa variantni o'zi boquvga tashlagan inson, bu qo'pol olsa, Xil qo'y. qo'pol olsa akalar, ahmoq inson ham o'zini foydasiga ahmoqda. To'g'risiga. Yo, yolg'onmi? Ahmoq ham o'zini foydasiga ahmoqmi? Bunda qarasangiz qo'yni zo'rini partiya tashlanganda ham 20 partiyadan akalar qo'pol olsa bir partiyasida 20 tadan 10 tadan qo'y bo'lganda ham 20 partiyadan 200 ta 300 ta qo'yni ichidan saralab tashlangan-da. Ha, tanlab, chirtib olingan. Qo'ydi bitalab tanlab olganda endi sezon kelyapti. Shunga menga pul olzini zarilib qoldi, shunga sotib bo'lmasa qurvotda boraman. Ha, qassob akalamizga ham tavsiya qilaveraman, bir qator kelib, ko'rib, foyda qilishga aqlingiz yetsa, oling. Buni oldini kilosi ham aka 90 kilogramga yaqin, 80 kilo usti. Bemalol. Yana boqsangiz xudo o'zi yuraveradi.
Hemen Bunu sağ qo'ydi, qo'yib- bunu qo'ydi. Bunu qo'ydi, bunu qo'ydi. Tulayapti mana. Mana o'zim ikkitadan, to'rttadan qilib tashlaganman. Mana qo'y. Mana. Qo'ydi. Chakana qo'ymas, xudo xolasa. Hammasi bo'ladigan ish. Bu bitta insonni aka-baqa qiladigan. Tam ishlayveradi. Xo'p, telefon qilishga shoshiling. Sizga maslahat, bizdan maslahat, sizdan amal, bizdan tavsiya sizdan amal deydi. Bilgan bildi, bilmagan o'zi bildi. Lekin bunaqa variantda kunduzi qo'lingizga projektor, chiroq emas, projektor olib yoqib yursangiz ham top olmaysiz. Olmaydi, xil qo'y, urushmaydi yetmaydi. Sizga tavsiyam Bir qo'ray. shoshiling. Qo'ydi yerligi, haqiqiy yerligi. Endi akalar, hop, ikkinchi partiyalarimizga endi mana savdoni qo'ydan olaman deydigan aka-ukalarimiz bo'lsa ham savdoni qo'ylar mana. Xudo xolasa bular ham chakanamiz. Hammasi yemini yeb turgan. O'zi sara qo'y akalar, to qarasangiz ajrab turadi. Xudo xolasa chakanasi yo'q. Qo'chqorning oldi korpuslariga ham yaxshi e'tibor beravering. Qo'yda maydasi yo'q. Qo'yda aka bo'mag'iri yo'q. Mayda bo'lmaydigani Asha akamiz. Joningiz sog' Qo'y bu bo'lsin. qo'ylar semiz qo'y. Kelmaydi, mana Mana bozorga fakirda. qo'y. Mana bozorga qo'y. Ana shu qo'yni ushlab ko'rsat. Endi yeb turgan mana qo'chqor. Nech kilo? 55 kilodan kam kelmaydi mana. Sirta mana o'sha bakaka. Mana uni agar qo'ling botsa bekor ko'raman. Mana Mashalloh. mana Qo'ydi semizligi. O'zi bo'lmagan Ilyos tog'amiz yaxshi qo'y sotadi. Qo'ydi ham ushlab. Bilgan inson biladi. Realni gapni gapiraman. Qo'yda puchi yo'q. birorta Yaxshi va akalar. Buni juda haliga birovni ertaga qo'pol sovrin turib qo'yish kerak. 2 dona maydasi bor ekan, ha? 2 He. dona. Mana, mana bittasi mana. Mana qarasi mana. Ha aka. Manasi bor ekan xolos. Badanni ushlab ko'ring. Mana bor. Mana siz ham 30 kilo deb go'sht yo'q. Qaysini? Ikkita. 30 kilo kelsa bekor ko'raman. Mana uni ushlab qo'y. Mana ikki maydani. Mashalloh. Hech kilo bera go'sht yo'q. Mana shu 35 kilodan kam kelsa bekor ko'raman. Yaxshi ko'rasan. Mashalloh. Senga. Senga Mashalloh. Xolos mayda. O'ylab o'tirma. Xo'p, tamom, ikkita kichigi bor. Nechta aytingiz mayda? 20. O, shoxdordi, ey, jonivor. Mana shoxdordi aka lipitillariga. Mana shoxdordi qarang, ey. Rasa qurbonlikqa aka shoxi bor aytadi o'zi. O'ziga. Toshidan Mashalloh. bir ko'tarib ko'ring. Shoxni ham qarang. Semizligini. Toshidan bir ko'tarib ko'ring o'zingiz. Voh, jonivor. Baxtsiz uylanmagan. Mashalloh. Ko'tarib ko'ring. Nima deymiz? Mana bada. Badanni qarang. Dumbana qarang, dumbana. Qaysinga o'xshaydi? Tirsillayapti aka. Xo'p. Aka, bo'ladigan gapini gapiring. Bo'ladigan gapimi? Bu bozordagi bu yemib turgan narsa, bu ham uzoq narsa. Buni narxdayin. Zo'r. Ha, Buni narxdayin. buni 5 million 100 ming so'mdan yetib boradi bular. Ya buni narxi tayin. 5 Buni million nar- so'mdan yetib boradi, bo'ldi. Abdullajon aka. 5 millionmi? Ya, mikin chikini yo'q, ey. 5 Taga. million so'mdan yetib Bu boradi. 5 million deyaptilar. 5 Ya million bu emas. ya apomay aka. Yo, Menga qara. agar gaplash, yo, siz bilan gaplash kerak bo'lsa, aka bilan gaplashaveramiz. Tortishmanglar. Hozirgi qo'ydan asli kuchli-kuchlilikka semiz qo'y 48 dan hammasini olsa yetib borasiz. Mana bu bo'ladigan. Ichidan ha, terib olaman ilasa kelsa kelishamiz. 48 dan olsa bir joyga beraman hammasini. Darakasini ber. 48 dan Ya, qarang, yo, shoshmang. Taga hisob kitob qilgan. Sizdan yoshcha katta. 48 dan bo'lsa Ozgina hurmat qiling bo'ldi. Barakasi. Lavota kelishadi. 4 million 800 ming so'mdan akalar bir joyga soni 20 ta son. 20 ta. Ayiqlarida, haqiqiy baquvvatlarida. Bor mana. 2 dona sarig'i bor, qolganlari hammasi qora kashtan. Buni qarang. Vajjana. 2. Baqaking mana. ana shu ikkalasi olsa 10 millionga lapa yozimga jo'nat. 10 million so'm bor. Eshigini tagiga yetib boradi. 55 kilodan kelmasa ham bekorga qo'y. 55 kiloda. Go'sht yog'ini o'zi aka. Mana semiz ushab. Bitta ish qoldi. Yo'nishga olsin qog'anda badanni ushlab Badani bitta ish qoldi. Mashalloh. Buni qo'ydi beli bo'ladi aka. Bitta dekon akalarimizga bir tavsiya qilaman aka. Mana shunaqa qilib boqib deb chiqsin. Aytaman 2 dona pasi bor, qolgan hamma. Buni aka oldin to'yga aydasangiz ham bo'laveradi. Xotirjam. Xotirjam. Endi hammani sharoitiga qarab. Lekin sizga maslahatim inshaalloh shoshiling. Xudo xolasa bunaqa variantlar kam.
Bunaqa zo'r ekan aka. Qurolliqqa tayyor ular. Xudo xolasa Az so'ysa ham bo'laveradi. bemalol hozir bo'lsa aytaveradi. Serdumba, sergo'sh variant. O'zi bilsangiz, Hiqsori variant qo'chqorlar akalar O'rta Osiyo bo'yicha go'sht yog' mo'ylanish bo'yicha nomer 1 zot hisoblanadi. Telefon qilishga shoshilaring akalar. 4 million 800 dan. Gumbillatib qo'yinglar. Yumillat turasiz akamizga. Qirsillatib iltimos tur. Qo'chqor Maqsad like sotish ham. maqsad sotish birinchi o'rinda. Keyingi o'rinda aytadi endi mayli Qassob aka ham ro'zalar yaxshi odamlar mayli. barakasini bersin. Katta Qassob akamiz, kichik Qassob akamiz. So'yib hozirgi kunda yasam marozimingiz sharoiti, masalan, shahar joyda sharoiti bor, yo'q inson bor. So'yib qassob xizmati bepul siz uchun. Qassob xizmati bepul, barakani olasiz. Qassob xizmati bepul aka. Yo, realni gapni gapiraylik-da, mana ulug'aygan kunda turibmiz. Qassob xizmati bepul. Bonus shu. Barakasini bersin. Telefon qilishga shoshiling. Akalar, hech qanday insonda dilxiralik bo'lmas akalar. Xudo xolasa telefon qilavering, aloqaga chiqing, dastlabki qilib, liboy tochkaga yetkazib borib beriladi. O'ylab o'tirman. Endi bunday kavagi dog'i qo'chqorda so'rashadi. Kavagida qolib ketadi, bilasizmi? Ha. Hech kim e'tibor bermaydi. O kavagida turadi. Ana shu qo'chqor anchadan beri kutilgan variant akalar. Xudo xolasa buni davomini chiqardik. Endi yetib keldi bu. Buni uzun soni nechta edi o'zi tog'a? 30 dona. O'ylab o'tirdim aka. Qo'chqorda xolasa chakana qo'chqor emas. Qo'chqorda irikligi ham, suyak donligi ham e'tibor beravering. Qo'chqorda bugunga tushmali yo'q. Raza katta fermalar bor. 30 ta, 40 ta, 100 ta, 150 talab qo'ya olaman deydi-da. Mana shunaqa bir joydan oling, garantiyasi ham bir joydan bo'ladi. Garantiyasi ham bir joydan bo'ladi. Endi qo'ydi zo'ri. Qo'ydi. Zo'ri, hammasi zo'r qo'ydi. Pichi yo'q qo'ydi, bari. Pichi yo'q. Qo'ydi pichi. Xil qo'ylar. Bu yerda 85-90 chiqadi mana shu qo'zi bor. Yemini yeb turgan. Yemini yeb turgan. Yengil bo'ladi narxi. Mana qo'ydi qarab. Mana qarab. Buni birov bunda yulib tashlamayapti mana. Mana bunday qilib yulib tashlagan yo'q. Bu o'zi tushib ketyapti bu. Sardor mana. Dangaliga. Qachon qo'ydi badanni sho'p aka orqasidan olib ko'r. Qo'ydi ko'ryapsanmi? Janavarda. Mana shu 30 qo'y agar olaman degan odam bo'lsa, qo'ydi mana ko'rib olaver. Biror dona agar Mashallah. Jaydar bo'lsa ham bekor ko'raman. Mana qo'ydi ko'ryapsan. Pulashini qara. Yetilganidan qo'y junni tashlayapti. To'ppa-to'g'ri. Birinchi o'rinda qo'y yetilsa jun tashlaydi. Shunisiga ham e'tibor beramiz. Qo'y yetilsa jun tashlaydi. Qo'ydi toza narsalar qo'ydi. Xo'p, nima deymiz? 30 tasini. 30 tasinimi? Mikinchkin sizga gapiray. Bo'ladigan gapiring. Agar gaplasholmasangiz, tag'in bilan gaplashamiz. 4,5 million. Oy. 4 million 500 mingdan. Dastlabkasi qayergacha berasiz? Toshkentga. Ya, ma'qul. 30 ta qo'yingizni oladi. Ma'qul, ha? Samarqandga qo'ydi. Barakasini bersin, o'ylab o'tirmang. Nech puldan qo'ydilar? 4,5 ming. 4,5 dan. 30'uni olsa bor. Men ham hammasini olsa bitta gap gapiraymi? 4,5 ming yo'q, 44 dan yetkazib beraman. Ya, barakasini bersin. O, mikinchkinsiz. 100 ming, 100 ming. İçinden kelsa gaplashaveramiz, terib olishda mana. Mana qo'ydi uzun bo'lgan. Akalar, quyuq suyuqga hisoblasangiz ham 45 kiloga aylanaveradi qo'y. Mana qo'ydi. So'yib olaman degan odam qo'yim aka. Mana. Hali qo'zi ekan janavar. Bo'yi 90 dan kam emas. Yuki ham illik. Oshiqdan ochib mana. Patirjon. Mana qo'y. Go'sht yog'ini o'zini aytilyapti. Mana shu qo'zlar turlayapti. Mana qo'ydi qara. Shakar emas. Bu yerda 25 ming, 30 ming o'tilmaydi. Bu yerda buqori pul o'tiladi. 100 dan keyin. 100 ming o'tib berilaveradi. Mikinchkinsiz yo'q. Baraka to'sa oldi odam. Siz nomeringizni aytib qo'ying. 97 tili. 467 75 57. 75 57 olsa akalar, xudo xolasa akamizga telefon qilaverasiz. Bemalol. O'ylab o'tirmang. Inshaalloh akalar. Bir qator kelib ko'rib oling, chakana qo'ymas. Xudo xolasa, bu yerda chakanasi akalar yo'q. Dangalga. Yo'q qo'ydi. Bu qo'ydi ichida siz o'ylagan 3,5 millionlik, 3 millionlik bunaqa variant akalar yo'q bu yerda. Lekin qo'y serap hani uyimda agar
3,5 pasdan kerak desa bor unaqa qo'zimim bor. Bunaqa qo'zyapti, ular chiqmayapti aka. Ular chiqmaydi telefonga, lekin bor. Bor. 3,5 ga da 36, 37 ga da o'ram bor qo'yim. Lekin qo'ydi zo'rini olaman deydi odam kelaversin. Menida yo'q unaqa. Qo'ydi zo'rini olaman deydi odam kelaversin. Men ham Ayda beyda yo'q. Nomer radin sotidan olaman deydi odam kelaversin. aqsor qoldi. Bular ham to'lashga kelib qoldi. Bunaqa variantlar ekan. Buni yoniga aka to'kib qo'yilgan yem. Ha, yemdi, xotirjam yeb. Bu qadar semiz bo'lish uchun qo'yiga yoniga yemni. Ha. Ana, buğdoyni ichida ketdi u. Ha, zakasinoda ichida turgan qo'y. Jonivor aka. Xolos kim olsa qattiq baraka. Chilayla baraka topadi. Narx ham yengil. Narxi Shaxsan o'ta men yengil uchun, oldi. men uchun shaxsan aka yengil. Shunday quyuq suyuq hisoblasangiz aka 45 kilo atrofida aylanib qoladi go'sht yog'ini o'zi ham. Mana shu Maqsad bor, 30 tasiniki. Maqsad soat shunga yo'l qo'yib chiqarib berdik. Xudo xolasa telefon qilishga shosizlar aka. Ha. Bu Ish uchinchi bitadi maqsad. bitadi. So'rasa ham so'rasalar bitadi. Bitmaganda o'zi yo'q. Ha. Dangel gap, bitmagan aka, bitta gap, o'lim. Boshqasiniki hammasiniki davosi bor. Kulayapti mana. Hammasiga vaqt davo. Qo'yoq o'ssa ham bu. Telefon qilishga shoshilar aka. Xohlagan stilingizda qo'chqa topiladi bugunga. Bu sizda imkoniyat bor. Bu videoni ko'ryapsiz. Keyingi pushaymon o'zingga dushman degan. Keyingi pushaymon qilib yurmang. Qo'y qo'ldan chiqib ketdimi? Temirda qizig'ida bos. Sovigandan keyin foydasiz. Shuning uchun aka sizga maslahatim. Shoshiling. Telefon qilishga shoshilavering. Bu so'nggi partiyalarimizda. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana bu tog'amizga bitta rahmat aytib ko'ring. Dangilga. Sardor qo'ydi, yaxshilari kelaveradi. Qo'ydi zo'rini olib kelinglar. Ayda beyda yo'g'ida olib kelinglar. Bizdan ham xudo xolasa nari haftadan yaxshisini olib keladi. Inshaalloh. Telefon qilishga Katta qo'y hozirga qurbonlikqa yaxshi ishlaydi. inshaalloh. Telefon qilishga shoshilavering. Qo'ydi zo'rini olaman degan odam bo'lsa ham haftaga yaxshi qo'y olib kelib turibmiz ya. Mana shu qo'ylarni bitta junini olsa, xudo xolasa zo'r baraka topadi. Qo'yni oyoq qo'li ham gabariti ham zo'r. endi Ilyosjonda faqat Abdullajonda katta qo'chqormi? To'rdi pastda yo'qmi? Bor. Bor a? Mana bu 11 o'zlarida. ta bor. Xudo xolasa. Timirida. Ular zalidan so'ragan ko'kalarimiz. Ular zallar. Bitta ko'ki va ikkita sariq bor. Bitta ko'ki bor. Ikkita sarig'i bor. Mana qo'ch. Qo'yda hammasi qo'chqor, pichbaxtasi yo'q. Yo, pichmasi agar tasosi bor, bebigirga deydi. Arzondan so'ragan ko'kalarimiz. Mana arzon variantlar. Bedani ham zo'r. Akalar hamma narsa puliga yarasha. 11 ta puli ham yo'lida. Qisqa video qilamiz buni. Nima deymiz? 3,7 mingdan dastlab. Buni ham bo'yi akalar 80 dan tepa, 85 atrofi. Mana qo'zlama. 85 atrofi. 11 ta ekan. Endi akalar qo'yimidan qo'ydi farqi bor. Realniga. Farqi bor. Bu go'shtda so'ysangiz, qosob akalarimiz yerda turgan qo'y bilan polda turgan qo'yni bittada go'shtini rangiga qarab ajratib olishadi. To'g'risiga. Shunaqangi mutaxassis qosob akalarimiz bor. Bedani chipirmash bo'lgan. Nima qo'ydi qarang? Voy jon, ko'kni qarang, to'shni qarang, to'shni. Mana shunaqa akalar hozirgi kunda umra safarlariga Allohga shukr borib kelishyapti. Ana shunaqa akalarimizga, ehsonga, marosimga, aqiqaga bemalol tavsiya qilaman. Xo'p, nima deymiz aka bular? Rahmat 3,7 mingdan bo'lsa yetib boradi. Abdullajon aka. Har safar aka o'tib beryapsiz. Bu qarang. Mikin-chikin siz gapiring. Mana 100 ming so'm. Ey, videoni oxirigacha kuzatgan akalarimizga bir bonus olsin. 100 ming so'mdan o'tib. Barakasini bersin, o'ylab 36 yetib boradi. 3 million 600 ming so'mdan eshigingizni shu tagiga, mana shu eshigingiz o'zi tagiga yetib boradi. Soni 10 bitta. Son 10 bitta. 10 bit. 3 million 600 ming so'mmi? Hammasi qo'chqor. Tanlab kelishadi. Tanlab olsa kelishadi. Dastavkasi-chida. Telefon qilavering. Shashilib qo'yavering. Mana shu qo'ylarni sotish. Sotish. Telefon qilsa ish bitadi. O yolg'on gap bo'lmaydi hozir. Bor edi deyildi, isbotlash uchun chiqarildi. Bormi, qo'shqasi bor ekan, quloq bilan. Ana shuni jo'natsa kelishaveramiz. Lipayim. Kelishaveradi. Telefon qilishga shoshilavering. Bu so'nggi partiyalarimiz aylanib ketdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bundan ham arzondan so'raysizmi? Bundan ham arzondan. Bor. Bor. 3 million 200 ming so'mdan ham bor. Xotirja. 3 dona qo'zim bor. Sirg'al, o'ta chiroyli, sora.